Targil degan ikki tashliq suyi bor o'stan yaqasiga joylashgan 30 necha oillik xilvat bir yurt edi. Karvan qorong'i tushishdan burun bu yerga yetib keldi. O'stan buyiga tushkun qilib, Helimshoni salqin, yumshoq bir yerga yotqizdi. Atrofda dehqonlarning uylari bor edi. Qosim Taygan bilan Akbar u yerga berib, tevib o'qishmoqchi ham bir oz oziq-tulik topmoqchi bo'lishdi. Ular bir uyning oldiga keldi. U yerda bir ayol bilan qip-yalang'och ikki bola turardi. Ayol bu bolalarga sut berish uchun o'shik seg'vatadi. Balalar Qosim Taygan bilan Akbarni ko'rib, varqirashqanicha uyga qochib kirib ketdi. Akbar ularni chaqirdi va qo'rqmanglar deb ularga singa mushtak navbatsiz bir changal gulqoqni tanladi. Balalar ishni qiyo ich marab qo'rqib turardi. Akbar qo'lidagi qoqdan birini yedi va navatni kichkina og'ziga solib sho'rab tamishib qo'ydi. Bu ishlarni o'shik saqqach kuzatib turgan heliqa ayol balalarga bir narsalarni deb varqiradi. Balalar asta uydan chiqdi va qop-qora ko'zlarini mo'ltirlatib, qo'rqqan, qo'ringan holda Akbarning qo'lidagi narsalarni oldi. Angacha bularning atrofiga qo'shni uydagi odamlar o'lashdi. Ularning o'ngi qora va qo'ng'ir edi. Ba'zi erlarning o'sib ketgan jingil sochlari g'atiniga tushadi. Usti-boshlari g'alita ham raddal badal edi. Bularning orasida kiyim-kechak, chiroy shaklida bir oz farqlanib turgan egiz bo'y, qizil ko'z, soqolliq birsi Akbar bilan Qosim Tayganga bir nimalarni dedi. Uning talabbuzi yumshoq, siliq edi. Bu mushu yurtning oqsoqolidek ko'rinadi. Lekin karvandagilar uning gapini uqmadi. Akbar arabcha so'zlaydi, uni tushunmadi. Shu hamon Akbarning esiga oz to'la arabcha biladigan heliq qaroqchi boshlig'i esiga keldi. Ular imo ishoratlar bilan bir-birini yetilishib, o'stan bo'yidagi tushkun yeniga keldi. Qaroqchi boshlig'i u yerda bir tub kauchuk daraxiga bog'lab qo'yilgan edi. Shu topda uning maholi pas og'riq dardidan salpiyib ketgan edi. "Uni aytqin, bizga bir tiyuk tepib bersin", dedi Akbar qaroqchi boshlig'iga. "Bizning ichimizda yardor bor, ondan ot uloqlarimizga yem-xashak setib bersin." Qaroqchi boshlig'i tarjima qilib berdi. Lekin oqsoqol bu so'zlar qulog'iga kirmagandek, o'z qavmidan bo'lgan bu tutqun tarjimonga qarab turib qolgan edi. Nima uchundir uning qo'shig'i turilib, qalin lavlari purildi. Tutqunmi uningdan nijotlik kutgandek ko'zlarini mo'ltirlatib, iltijo bilan qarab turardi. Ahvolning yaxshi emasligini sezgan Otxon bir xil ansizlik ichida Akbar orqali qaroqchi boshlig'iga mundaq dedi: "Sen bu yurt beshiga o'chiq et. Biz hech kim olgan hojilar. Hech kimga daxlimiz yo'q. Lekin biz bu qutlug' safarda bugun qaroqchilarning hujumiga uchirdik. Bir odamimiz yaralandi. O bizga yordam qilsin. Biz hammamiz musulmon. Alloh taolo o'zining itoatmanlariga hayotlik, osiylarga mamatlik beradi. Qiyomat kuni yaxshilarga savoblik, yomonlarga azob qilindi." Lekin ularning ansirishi behuda bo'lib chiqdi. Yurt oqsoqoli iymoni komil, halol yashaydigan taqvodor odam edi. U tutqunga qarabla uning yo'l to'sib, bulonchilik qilmoqchi bo'lgan qaroqchi ekanligini bilgan edi. E'tiqodi ching bu odam Xudo yo'lida safarga chiqqanlarni to'sib, mo'minlarni qoqishtiradigan bundoq ko'ngli qaro talvalarni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Shunga yurt oqsoqoli tarini turib, tutqunga bir nimalarni deb varqiradi.
Uchqunning shu hamon chiroyi o'zgarib, boyiqa umidli qarashdan asarmi qolmadi. Ondan u Atxon va Qosim Toyg'onlarga qarab muloyimlik bilan mundoq dedi: "Sizlar xosiyatlik safarga chiqibsizlar. Ko'p riyozat tortibsizlar. Sizlarga yordam qilish Alloh yo'lidagi savobli ish. Bizning bu yerda bir tivib bor. Hozir chaqirtib keladi. Yordami tegsa ajab emas." Oqsoqol yenida turgan yosh bir balaga bir narsalarni deb tivibni tepib kelishga buyurdi. U pildinlab yugurganicha O'stangning yuqori tarafidagi zomchak uylar tarafga qarab ketdi. Uzoq o'tmay tivib yetib keldi. U anda-munda oqqorlagan uzun chechini qop o'tirdan ikki tarafga yama aragan. Ammo yuzi ko'sa, bo'yniga har xil tosh, kahriva, ko'z munchoq, haqiq o'tkazilgan uzun tasvir esvolgan o'ttir yoshlik dumchakrak odam edi. Tivitliq uning oti miras kasbi edi. U Elim Shohning to'mirini tutib, yarsini ko'rib, xirgay ovozda mundoq dedi: "Men bu kishining yarsini tengib qo'yman. Lekin tezroq cho'ng doktorxonaga bormasanglar bo'lmaydi, yo'qimlanib qoladi." Tivit mush yerdagi o't cho'p va madan toshlardan yasalgan malham dori bilan Elim Shohning yarasini tangdi. Uzoq o'tmay dora o'z kuchini ko'rsatdi. Elim Shohning og'riqi pasayib, jini xeyli orom topdi. Qarang'i tushishdan burun karvon bilan yerli xalq o'tirsidagi erim-berim savdosi qilib ketdi. Yerli xalq cho'ng bozorlardan yiroq, xilvat yerida yashag'ashqa, ular uchun har qanday pulning qimmati yo'q edi. Shunga ular o'z besatidagi narsalarni jonga asqatadigan tayyor narsalarga tang qimmatda ayirishib oladi. Karvon ularga tuz, choy, saranga, raxt qatorliq narsalarni berdi. Ular bo'lsa o'zlari ishlab chiqargan bedi saman, bo'g'uz va etis qirlarida o'stirgan apelsin, banan, mango qatorliq meva-chevalarni berdi. Ular o'z ara kelishish orqali muvofiq o'lcham turg'izdi. Masalan, bir piyola oq tuz 7 piyola arpaga, aniqanday cho'nliqdagi qora choy yarim tag'ar samanga, bir g'ulash paxtarax bir sivat mevaga almashtirildi. Bundaq o'lchamdan har ikki taraf rozi rizo bo'lishdi. Karvonning yanxashki to'liqlanib, yangi safar tayyorligi bitdi. Shu kechasi ular O'stan bo'yiga chedirlarni tikib, xotirjam, xiraman uxlamoqchi bo'lishdi. Lekin Akbarning uyqusi qochdi. U ko'z oldida daliyib yotgan oydalaga qaradi. Tabiat sukunatga cho'mgan. Uchar qanotlar bilan qurt qo'ng'izlarni o'g'illariga kirib tinchigan edi. Shamol mayin so'qib, cho'lning eng ichkarisidagi pinhon hidlarni dimoqqa uratdi. Ufuqdan ko'tarilgan to'lin oyning samatdak yo'riq nurlari o'ng'ul-do'ng'ul dala yuzini yo'ritmoqda edi. Akbar o'z yurtidan chandan yiroq bo'lgan bu begona, yot yerning o'z yurtidek yaqinlik, tinish va go'zal sehriy kuchidan hayron bo'lib, bir xil mabtunlik tuyuqsiga cho'mgan edi. Har xil uchqur xayollar uning texim uyqusini elib qochdi. Shu chaqda Akbarning quloqiga g'alati ovozlar anglanib, uning ko'ngil oromini buzdi. U zan qo'yib tinchib edi, ishqqa o'xshash bir narsalarning qavg'alliq, talashqanliq ovozi anglandi. Bu ovoz to'lim asabiy ham yaqinsiz edi. Shuniga qaramay, barg'ansiri g'o'ldab kuchayib ketdi. Akbar toki yarim kechadan oshgacha bu itlar kelib bizni talib etarmi degan ansizlik ichida yotdi. Shu topda u o'zini tinik,
go'zal tabiat qo'ynida emas, balki ish qiyofatiga kirib olgan jin arvohlar dunyosida turgandek his qilib, badanini sovuq titrak bosdi. Lekin yana uyqu g'olib keldi. Akbar ana shu ansizlik ichida xira-shira uyquga ketdi. Atsi tong otganda jahon tip-tinch edi. Atrofda itmi ko'rinmaydi. Akbar kechicha anglagan g'alati ovozlarni boshqalarga aytdi. Boshqalarning elang-selang uyquliqda ashundaq bir qismi ovozlarni anglaganligini uqdi. Ular hayron bo'lishdi. Keyin ularni uzatqani kelgan kargiliklarning apit angiziga qarab, ularning hayronligi tezini oshdi. Chunki ularning hammasining digidek yuz-ko'zlarda yengil tirnoq izi, ko'p va ishq bor edi. Endi ularning hayronligi qiziqishi izlanishga o'zgardi. Akbar bezanglik bilan so'rab, ko'chilab yurib, aram tasda bu ishning kichikini tegiga yetdi. Aslida bular o'z vaqtidagi Karbala jangiga qatnashib, Imom Husaynni o'ldirgan 70 odamning urug' avlodi ekan. Ular bu shahzodani o'ldirgan chaqda, "O zot, Xudoyim senlar qiyomatgacha bir-biringlarni ishdek talab o'tishib ketisharsan" deb ularni qarg'ib etgan ekan. Shuningdan beri ular har kuni kechda hamma uylarda ishda qavab bir-biri bilan talashib ekan. Er bilan xotin, dada bilan bola, yot begonalardek bo'lib ketar ekan. Tong otganda bo'lsa, ular yana hech bo'lmagandek o'tayveradi ekan. Bu ish avloddan avlodga ashundoq davom qilib ketdi. Bu bir rivoyat tusini olgan diniy tushuncha bo'lsa-mu, lekin Akbar uchun haqiqat edi. U bu odamlarning haqiqatan ishda qovushib, talishib, urushib chiqqanligini kechicha o'z quloqi bilan angladi. Atsi shu jidal majraning iznasini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu dunyoda nima ishlar bo'lmaydi. Bu to'liq murakkab, bepoyon dunyo. Bu dunyoda yashayotgan eng aqlli inson degandimi, ajoyib qiziq maxluq. İnsanның hayatı hamisha to'xtovsiz davolg'ish ichida o'tadi. Bu davolg'ish uni har ko'ylarga soladi. U ba'zida o'zini o'zi qo'rqitadigan jin alvoslarni o'ydirib chiqib, shundan qo'rqib vahima ichida o'tadi. Ba'zida o'zi cho'qinadigan muqaddas ma'budlarni yasab chiqib, shuning ishq-parog'ida o'tadi. Ba'zida bo'lsa o'zini o'zi jazolash uchun qismi amri ma'ruflarni kashf qilib, avloddan avlodga shuning iskanjasida yashaydi. Zamonaviy madaniyatdan mahrum qolgan bu yiroq xilvat yezidagi baxtsiz, nadon kargiliklarning bunday g'alati qilmishlarimu ashu inson qismatlarining qiziq komediyalik ko'rinishi yoki echinishli bir tragediyasi edi. Karavan yo'lga chiqadigan chaqda yurt oqsoqoli heliq qaroqchi boshliqni ko'rsatib turib muntaq dedi. Endi bu tutqunni o'zinglarga yo'q qilmanglar. U mush yerda qilib jojisini tarsin. Buningdan keyingi safaringlarning bexatar oq yo'lliq bo'lishini tilaymiz. Hammaga vakolatan Otxon uning qo'lini qisib qizg'inlik bilan: "Rahmat, nurg'un mushkullarimizni oson qildinglar. Sizlarga ko'p rahmat" deb tashakkur etdi. Karvan yo'lga chiqdi. Ular bir kech kunduz harduq olg'ashqa xeli tetiklashib qolgan edi. Shunga odamlardan tortib ot uloqgacha ruhi balan g'ayrati urg'ib turadi. Odamni dimiqtiradigan issiqcho'l safari yana davom qildi. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Harg'inlik, tashnalik va qatma-qat jafolarga to'lgan zerikishlik kunlar
arka-arkadan ötüverdi. Kunlar haftalar aylarına to'ldi. Qasım Taygan başlap mangan 29 kişilik bu haj karvani Qashqardan chiqib 97 kun bo'lganda Pakistanning Kanjut viloyatiga yetib keldi. Bu kunlarda Kanjut qalaymagan, tinchsiz edi. Ular amdila cho'ng ko'chadagi bir saroyning oldiga kelishiga bir necha yerlik odamlar Geligib bombari deb varqirashqinicha yugurib keldi. Bu ansiz xabarni anglagan kishilar xuddi hozirla bu yerma bombardimon bo'ladigandek har yoqqa qochib pitirab ketdi. Karvanmu darhol saroyga tushib o'rinlashdi. Saroydan ularga arabcha so'zlab: "Hozir Hindiston aeroplanlari Geligibni bombardimon qilyotidi. Sizlar u yerga bora olmaysizlar. Mush yerda turinglar" degan gaplarni uqtirdi. Bu kutilmagan xabardan ularning hammasini bir xil vahima, umidsizlik cho'lg'ib oldi. Endi qanday qilarmiz? Shuncha yerdan jafo tortib kelib, endi bu yerga qolib qolamizmi? Ah, Xudo, bu bizga nima tortqiloq? Kelmay, naq urushning ustiga kelib emasmi? Biz nima degan sho'r peshona? Mana bu ularning o'ziga va taqdir Allohga qo'yilayotgan savoli, pig'oni ham hasrati edi. Shu topda ular xuddi birsi yurgani so'g'uq qo'l bilan mujib o'ynayotgandek beoromlikqa sarosimaga tushgan edi. Ular uzoqdan beri dillariga tukkan qutlug' haj safarining mushundoq arzimas ishlar bilan yerim yo'lda qilishidan, Allah yo'lida chekkan jafo mushaqqatlarining haqdodiga yetmayla jahonning bir bo'lin pushqoqlarida unutilib qolishidan azoblanadi. Demisimi, bu bir to'p kishilarning vujudiga haj qilishga bo'lgan aqida e'tiqodning cheksiz kuchi, sadoqat va taqvodorlikning hidoyati, iymon va itoatmanlikning rag'bati mujassamlashgan edi. Atsi Atxon, Qasım Taygan, Akbar qatorliq bir nechaylan bozor oralab xabar tantanladi. Jahon xeli tinjib qolgandek ko'rinadi. Do'konlar ochilib, savdo-sotiq qizg'in bo'lib o'tadi. Shu yerda ular ikki odamning Uyg'urcha so'zlashayotganligini anglab, yuraklari o'ynab ketdi. Bu til, bu ovoz ularga shundoq yaqinlik, sinishliq tuyuldi. Ular taqizzolik bilan "Assalomu alaykum" deb kelib, ular bilan qizg'in ko'rishdi. Bularning birisi do'g'loq, qirqim saqal, xushchiroy Baqajim degan kishi Shinsay vaqtida tijorat bilan bu yerga chiqib, siyosatning vahimasi bilan yurtga qaytolmay, Kanjut bilan Gilgit oraliqida turib qolgan ushturpalliq odam edi. Uzoq so'zilgan salom soatdan keyin bu odam ularni gazmolchilik do'koniga boshlab, qand gezaklar bilan choy qo'ydi va ularning ko'nglini tinchlantirib mundoq dedi: "Sizlar chet elning odami, qo'rqmay meniveringlar. Uning ustiga hajga manganlarga hech kim daxl taraf qilmaydi. Mana bu odam oqshom Gilgitdan keldi" dedi u yenidagi hamrohini ko'rsatib. "Bizning hamshirik, u yerda cho'ng ish yo'qdi, shundaqmi?" Shundoq, dedi uning hamrohi tasdiqlab. "Ba'zi kunlari Hindistondan ezib qolgan bir qism aeroplanlar kelib, hayva qilib qo'ydi. Naydi birdamlik vahima, kishilar ko'nib ketdi." "Shu emasmi, hammamiz ko'nib ketdik", dedi Baqajim parvosiz holda. "Eg'ilda mo'zay tug'ilsa, eriq bo'yda o't chop o'siveradigan gap. Hamma ish o'z yo'li bilan bo'laveradi. Tunginchi gez xayrga qaraganda bu tinchsiz kunlarmi uzoqqa bormaydi. Sizlar xotirjam safaringlarni davom qilaveringlar. Gilgitga borsanglar, u yerdan aeroplan bilan Lahorga borsizlar. Lahordan poyezd bilan Karachiga borsizlar. Karachida paraxot o'ltirib Jiddaga borsizlar. Xudo xolisa buningdan keyingi safaringlar o'ngishli, tez bo'ladi."
İnşallah deganlar kelgay, dedi Atxan xeli xotirjam bo'lib. Ondaq bo'lsa, bugun kechda kaminilari har birlariga bir piyoldan yurt cheyi qo'yaman, dedi Baqajim. Atat deganda Xudo buyursa, girgitga uzitib qo'yaman. Yaxshi ko'ngillarga rahmat, dedi Atxan ta'sirlik, hayajonli ovozda. Bizning bugun bajaradigan muhim bir ishimiz bor edi. Shuningga yordam qilgan bo'lsinlari. Xo'sh, qo'lim ko'rsimda, dedi Baqajim o'rnidan sal-pal qimirlab. Bizning bir hamrohimiz yo'lda yaralangan, dedi Atxan Elim Shohni tilga elib. Shuni mush yerda doktorxonaga apirib bir ko'rsatib olsak deymiz. Baqajim bu gapni anglab darhol do'konni taqadi. Hamda Atxan bilan billa saroyga kelib, yurtdoshlarining hammasi bilan qizg'in ko'rishdi. Bu ko'rishish uningga xuddi al-yurtni ko'rgandek yaqinlik, hayajonlik ta'sirat akaldi. Onun nazarida ularning vujudidan ona yurtning hech yerga tang qilg'ili bo'lmaydigan bebaho hidi va muqaddas tuproqning pok zar to'zandilari balqib turadi. Baqajim bularni hidladi, puridi va to'ymay simirdi. Shuning bilan judolik, seg'inish va visol ishqida o't bo'lib yongan yuragi sal-pal oromiga tushib sagidigandek bo'ldi. Ular Elim Shohni harvaga o'ltirg'izib, Kanjuftiki cho'ng doktorxonaga elib bordi. Doktor uning yarasini tekshirib, yotoqqa buyurdi. Doktorning aytishicha, uning yarasi yetib davolanmas bo'lmag'idek holga yetib qolgan edi. Lekin Elim Shoh qat'iy unamadi. Bunchalik oxirgi safardan qolmayman, dedi u o'zini bardam tutib. Doktor davirdi, o'zimning ahvoli o'zimga ayon. Yana bir tengib qo'ysin, yo'lda yaxshi bo'lib ketaman. Atxanmi, Akbarmi va boshqa hamsafarlarmi Elim Shohdan ayrilib qolishni xohlamaydi. U ba'zilar uchun ham qalqon, ham naysi bo'lsa, Akbar uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan sodiq hamroh, samimiy do'st va yaxshi mungdoshchi edi. Shunga u Elim Shohning qo'lidan asta tortib, doktorxonadan tezroq chiqib ketishni ishorat qildi. Elim Shohmi o'z gapida ching turdi. U bunchalik yara uchun doktorxonaga yetib, qutlug' safardan qilishni to'limi bema'nilik, chidamaslik deb biladi. O'z nazarida kichkidan tortib pichoq va tosh to'qmoq ichida yurib o'sgan badani va ruhi xeyli mazmut, mustahkam edi. Doktor amalsiz Elim Shohning yarasini tengib qo'ydi va qaytadigan chaqda alohida topiladi. Diqqat qilinglar, yara eg'izda yo'qmanish xavfi bor. Kechda Baqajim ularning hammasini mo'l alvak dasturxon bilan katta kutib oldi. Uzoqdan beri issiq bosqidek uy tamoqi yemagan musofirlar polo, samsa, ugri qatorliq tomoqlarni yeb, tarlab, ichidan yayrab ketdi. Ertasi tong bilan tang yangi safar boshlandi. Ikkinchi kuni tushda Giligit ularni qalaymaqanchilik ichida so'g'uq kutib oldi. Karvan kelishdan bir necha soat burun Hindistonning bir aeroplani kelib bomba tashlab, bir odam bilan bir necha qo'ykalni o'ldirib ketgan edi. Shunga rast ko'chalarda odam shalang, ansiz do'konlar taqoqliq edi. Ularni Giligitning Hoji Sohib degan bir soqchi boshlig'i kutib oldi. O'roq, egiz bo'y, qurg'uy burun bu odam beshidagi uzun ko'laning ustiga qizil salla o'rib olgan edi. Pokiston hukumatining uqtirishi bor, dedi u arabcha so'zlab. Biz hojilarni to'smay, avora qilmay vaqtida yo'lga solamiz. Lekin hozir vaziyat jiddiy. Jamiyat muqimsiz.
Şoňa sizlarni burunqidek bu yerden aeroplan bilen Lahorga, ondan poyuz bilen Karachiga yo'l selip qo'ya olmaymiz. Sizlar eng yaxşısı Chilas yo'li bilen Rawalpindinga beringlar. Japa cheksanglarmi tinchlik, xotirjamlik afzal. To'g'ri, biz bu omon-esanlikni tilaymiz, dedi Atxan saqchi boshlig'ining yaxshi ko'nglini tushunib. Lekin bizning otishimiz bizni mush yerga akilishga tutishgan. Endi o kishi otlarini elib qaytmasa bo'lmaydi. Biz Chilas yo'li bilan Rawalpindinga qandoq boramiz? Buning jajisi pul, dedi saqchi boshlig'i kulib turib. Pulda gap yo'q, dedi Atxanmi mardonalik bilan. Undaq bo'lsa yaxshi. Saqchi boshlig'i qayniq choy damlangan istakanni qo'liga ilib davom qildi. Bu yerdan odam bilan uloq yollaysizlar. Ular sizlarni boshlab mangdi. Bundaq odamni biz nerdan topamiz? Biz tepib beramiz, dedi saqchi boshlig'i xayr-xohlik bilan. Faqat pul ishini o'zinglar so'zlashib ketishsizlar xolos. Bo'ladi, dedi Atxan xushal bo'lib. Sizga rahmat boshliq. Atsi Qosim Taygan hammaylar bilan xo'shlashdi. Ba'zilar ko'z yosh qildi. Ba'zilar qiyolmay uni shaharning sirtigacha uzitib chiqdi. Qosim Taygan Kanjotga berib, Baqajim orqali shu yerdan Qashqar yoki Xotamga to'shiladigan dori-darmak, rang va gazlama qatorliq yuklarni o'qishib, elib ketishni kelishib qo'ygan edi. 3-chi kuni saharda otxonlar yangi bir yo'l boshlig'ining orqasidan tuga, ot va eshaklarni minib, cho'l va edirliqlardan o'tadigan Chilas yo'li bilan Rawalpindinga qarab yurib ketdi. Anglayotganinglar Beli Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tinimsiz kunlar. Ular Rawalpindinga keldi. Ularning ko'z oldida quchoq ochgan shovqinliq, g'uj-g'uj bu shahar boshqacha dunyo edi. Rawalpindining bu kunlardagi ahvoli bekmi qalaymaqon, o'sal edi. Yo'l yaqinlarida paskina, g'arib sargardonlar yetishib ketgan edi. Ular osh-yalang'och, haqiqatan bechora notavonlar edi. Arqa ko'cha bulun pushqoqlarni eski tuski narsalar, qalaymaqonchilik, vayronchilik va qorong'u zulmat qoplab ketgan edi. Kishini dimiq turadigan yuqori harorat va ig'ir emgak kishilarni horig'in chopqin qilib etgan edi. Akbar bilan Yelimshoni bu shaharning o'zgacha manzarasi, may yo'li, elektr chiriqi va ba'zi ovat do'konlarda yangrab turgan radiolari jalb qilib oldi. Ular bu narsalarga qiziqib, ajablanib qaraydi. Ularning bu qarashi xuddi hayvatlik Hindiston tilini tunji qatim ko'rgan odamning hayronlikda og'zini ochib qarab qolganiga o'xshaydi. Ular shu qiziqish bilan ko'chaning do'qmishidagi soyivanlik cho'ng bir do'konning oldiga keldi. Bu yerga xeyli ko'p odam to'plashib olgan edi. Ular do'konning peshtaxtasiga qo'yilgan kichik sanduqdek radiodan yangi xabarlarni anglashga tamshilib turardi. Do'konlar radioning yo'g'on qora tugumidek burg'ushlarini u yoqdan bu yoqqa to'lg'ib edi. Birdan naqshi muzika, birdan urducha, inglizcha gap, birdan g'art-g'urt, gash-gush qilgan ovozlar anglandi. Do'konlar erinmay to'lg'ab yurib, oxiri bir yerdan urducha so'zlayotgan bir kanalni topdi. Kishilar boyiqi varang-churunglarni shappida to'xtatib, radioga quloq soldi. Akbar Yelimshahmo xuddi bu gaplarni biladigandek, bu gaplar o'zlari uchun nihoyatda muhimdek, kishilar orasiga kirib jimmida turishdi. Amaliyotda ularning qiziqayotgani gap va odamlar emas, balki radio edi.
Ular radioga qaragan siri aqlilal bo'ladi. Bu sirliq sanduqning ishiga bir kirib so'zlab atamdikin desa, uningga odam patmaydi. Odam yo'qmikin desa, odamning ovozi chiqib Texi bir yerlardan olvastan ko'zidek lap-lup qilib chiroqlar yenib turadi. Yana texi o't qo'ygan cho'gindek gishildigan ovozi cho'q. Voy xudoyim-ey, bu zodi nimadir? Jin olvastilarning kuy sandiqimi deya? Akbar bilan Helimsha radioga qaragan siri qiziqdi. Qiziqqan siri ajablandi. Xabar anglayotganlar turibla hayajonlanadi. Turibla xushalligidan varqirishib ketadi. Uzoq o'tmay xabar tugab, muzika bilan naqshi boshlandi. Naqshining avjiga ko'tarilib, marg'ullatib aytilgan bir yerlari Akbarga xuddi o'z yurtidagi choyxonalarda anglagan muqam naqshilarga o'xshib ketgandek tuyuldi. Ular hayronlikda paranglashqach, to'p ichidan asta sug'urilib chiqdi. "Helib shaka, heliq sanduqning ichida zodi nima bordi?" dedi Akbar hayronligini bosolmay. "Mana bayni jin shaytonlarning ishidek tuyulyotdi." "Jazmi shundoq", dedi Helimshah kesibla. "Uning ichiga odam patmagandan keyin jin shaytonlarni aldab kirgizgan gap. Shuning bilan 72 xil siyoqqa o'zgaraydigan bu maxluqlar gap qilish, odamcha naqshi aytgan gap." "Assalomu alaykum yurtdoshlar." Ularning quloqi tövdi ko'tarilgan bu tuyuqsiz ovoz Helimshahning gapini uzatdi. Har ikkisi tangla orqaga qaradi. Ularning oldida uzun oq ko'ylak, ustiga mallarang jilitga kiyib olgan, beshida pagiri, putida chaplisi bor, soqolliq bir odam muloyim kulib turadi. "Xush kelibsizlar yurtdoshlar", dedi u odam ko'rishish uchun qo'lini uzatib. "Men bayotindan beri sizlarga sap soldim. Qarasa bu yerga yangidan kelgan musofirdek ko'rinasizlar. Shundoq, hajga mangan to'q", dedi Helimsha u odamning issiq qo'lini qisib turib. "Bu yerga o'lishkin kelgan. Hamrohlarimiz musofirxonada qoldi." Uning musofirxona degani mush yerdan 300 chamdan neridagi cho'ng bir binoning daldisi edi. Ular Ravolpindiga o'lishkin yarim kecha bilan yetib kelgan edi. Chilas yo'li garchi bexatar bo'lgan bilan, lekin bakmi jafoliq mushkul bo'ldi. Karvandagilar shuncha ko'p yo'l yuribmi, biror kecha oromxuda uxlab baxmadi. Erlar asosan piyoda degidek mangdi. Ba'zi qirlar madoridan ketib, zambilga tushib qoldi. Ular yo'lni yurt ichi bilan emas, odamsiz shu jaziralar bilan mang'ashqa, ochliq va usuzlik, harg'inlik hammalarning jonlarini xo'ritib, bir tira bir so'ng qilib qo'ygan edi. Giligitdan yolg'an yo'l boshlag'ichilar ularni o'lishkin yarim kecha bilan shaharga akirib, oshi binoning daldisidagi bo'sh yerga tushirib qo'yib ketgan edi. Ular bir necha soatni hech nimani tuymay, eg'ir uyqu bilan o'tkazdi. Lekin atis ko'zini ochib qo'pib, o'zlarini go'yo tush ko'rayotgandek xiyoliy bir dunyoda his qilishdi. Chunki ularning ko'z oldida yeyilib yotgan bu katta shahar tinchsiz g'ovg'oga to'lgan, yot ham begona edi. Odamlarmi ular biladigan odamlarga o'xshamaydi. Shunga bu yerga kelibla ularning ko'zi qorug'u, qo'liga gaz, tili gachi bo'lib qolgandek, hech narsani anqira olmay qilishdi. O'zlari tushgan yerdan bir necha qadam nariga berishga qo'rqatdi. Barsimi bir narsalarni belgi qilib qo'yib boradi. Mana bugun Akbar bilan Helimsha zo'r g'ayratga kelib, o'zlari tushgan yerdan bir necha yuz qadam neridagi cho'ng rastiga kelgan edi. "Ismim Baxtarxon, asli yakanlik", dedi yiliqa odam o'zini tunishtirib.
Kichkimda dadam bilan bu yerga chiqib turib qolgan. Men hozir tijorat ishi bilan Pishovurga bormoqchi edim. Lekin endi bormayman. Sizlarni ko'rib ko'nglim suyunib ketdi. Men sizlarni uyimga boshlab boray, mehmon bo'linglar. Uyim o'sha yerdan yarim chaqirim neridagi Zabrul Haq ko'chasida. Bu odam haqiqatan xushal edi. Xushalligidan qo'riq basgan qoramutuq yuzi yal-yal echilib ketgan edi. Chunki u bu yerda to'satdan o'z tilida so'zlashayotgan yurtdoshini uzoq yil ko'rmagan, ko'rishga intizor bo'lgan qavm qarindoshlarini uchratgan edi. Xazinasi. Odam bu dunyoda hamma narsani unutishi mumkin. Lekin faqat bir narsani, nada tug'ilib, nada o'sganligini hargiz unuta olmaydi. Yurt deb atalgan oshi go'zal yegona zaminda yashag'uchi har bir gul-giyohning, har bir jon-jonivorning, har bir narsa buyumning inson qalbiga o'rnashgan xotirasi bo'ladi. Qachonki oshi nomni tilga olganda, ular yod qilib butun go'zalligi, butun jalbkorligi bilan odamning ko'z o'ngida gavdalanadi. Agar sen g'alva g'avg'urga to'lgan begona shahar ko'chalarida to'satdan ona tilida gap qilayotgan bir odamni uchratib qolsang, darhol diling orziqib, uni to'xtatib so'zlashga mundashqon keladi. Uzoq yil yurtdan ayrilib, musofirchilikda yashayotgan Baxtarxonning bugungi hissiyoti, kayfiyati va xushalligi ana shunday edi. Ular paranglashqach musofirxona degan tarafga mangdi. Akbar texicha shu hayronlik bilan ilqi jin shaytonlarning ishi to'g'risida so'zladi. "Uni radio deydi", dedi Baxtarxon kulib ketib. "U Angliyada yasalgan. Uningda Pokistonning, dunyoning yangi xabarlari tarqaladi. Naqshi musiqalar beriladi." U radio haqida o'zi biladigan narsalarni erinmay tafsiliy so'zlab berdi. Lekin bu gaplar Helim Shoh bilan Akbarga yanada g'uva sirliq edi. "Boya ular turibli xushal bo'lishib ketdi-ku", dedi Akbar boyiq radio anglag'uvchilarining ahvolini eslab. "Shu chaqda veriq sandiqdan nima gaplar chiqqan?" "Ha, sen hammaga sarsabsan-da", dedi Baxtarxon Akbarning do'lisiga qayqib. "Hozir radiodagi xabarlar bak ko'p. Xalqlarmi qiziqib anglaydi. Chunki hozir hamma odam yangi gaplarning, yaxshi ishlarning bo'lishini kutyapti. Baya radioda Pokistonning hozirgi dohisi Muhammad Ali Jinnahning Moskvaga borganligi, qaytish vaqtida Stalinning uning bir paraxod yemak-ichmak bilan kiyim-kechak sovg'a qilganligi xabar qilindi. Uningdan boshqa hozir Pokistondan Hindistonga, Hindistondan Pokistonga ko'chayotgan ko'chmanlar to'g'risida ikki taraf hukumat amaldorlarining jonga-jon tegish siyosati qo'llanmoqchi bo'lganligi aytildi. Buningda boy bo'lsa-mu, gadoy bo'lsa-mu, mol dunyoni yo'tkamaslik, faqat odamni almashtirish to'xtami tuzilibdi. Ular nimishqa odam almashtirdi? Akbar tushunmagan sari qiziqib so'rashga boshladi. "Ha, rost, sen tek uqmaysan o'g'lim", dedi Baxtarxon ko'ngilchaklik bilan tushundirib. "Men sana aytsam, o'tgan yili 6-oyda Hindiston bilan Pokiston ikki davlat bo'lib ayrilgan. Shu sababdan yiligacha ikkisi o'rtasida andimudi to'qinish bo'lib turibdi. Texi chegarasizlik bekitilmagachga Hindistondagi musulmonlar Pokistonga, Pokistondagi budparastlar Hindistonga turkumlab ko'chishga boshladi. Mana bu musofirlarni ko'rmadingmi? Ular shahar ko'chalarida chedir tikib, makon tutib yotdi. Hamma yerda o'layotgan, tug'ilayotgan, kesal va ostirin yurgan g'erib miskinlarni uchirta olaysan. Hozir hukumatning ishimi bakma tas. Oldirash bo'lib ketdi. Bularni o'rinlashtirmasa, holidan xabar olmasi bo'lmaydi. Baya aytgan jonga jon almashtirishmi
behuda qirg'inchilik ham bulang-talangdan saqlanish uchun bo'lgan. Bo'lmasa kelayotgan, ketayotganlar o'zaro guruh bo'lib, musulmonlar butparastlar musulmonlarni o'ldirib, bulang-talang qiladigan gap. Bundaq ishlar o'tganda ko'p bo'lib, xalqlarni bek parokanda qilib o'tgan. Shunga bu xabar baya radioda berilganda hammaylar xush bo'lishib ketdi. Akbar hadab beshini linchitib qo'ydi. Lekin bu ishning tegi-taktini qanchalik tushandi, buni belgilab bo'lmaydi. Faqat uning ko'nglida musofirchilikning qattiqligi bilan o'z yurt makonidan ayrilgan odamning xuddi chashqi tushgan kepakdek yiltisiz, qadrsiz bo'ladiganligidan iborat ochiq bir tuyg'u cho'nqur o'rnab qoldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomliq anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib, saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.